muammolar ko'pligini esiz aytasiz, klafit berdi, o'shandan keyin ko'krakda muammo bo'ldi. Xo'p, undan tashqari ham boshqa sabablar ham bor. Endi bizni stimulyatsiyaga keladigan bo'lsak, hozir tuxumdonda demak bitta tuxumdonda 25 ta follikula bo'lsa, 2 ga ko'paytirsanglar, buni chunki orqa tomonida ham bor-da shu narsa. 50 ta follikula bo'ladi. Bularni oldini kamaytirib, bular bilan ishlamaguncha stimulyatsiya qilib bo'lmaydi. 2 oy xatya shu bilan ishlanadi, kamaytirib bo'lib, ana undan keyin stimulyatsiya qilsa bo'ladi. Stimulyatsiya nima degani? Mana hop klafit berildi. Klafit bularni kattalashtirib beradi, ko'paytirib beradi, yetiltirib beradi. Mana shu 2 ta 3 ta follikulani birdaniga shu sintetik ravishda kirgiziladi organizmga. Endi 50 ta follikulangiz bo'lsa, o'shani hammasini kattartiradi. Keyin u nima bo'ladi? O'zi tuxumdonni razmeri 3 sm edi. Hozir bu polikistoz sindrom polikistoz paytida qancha bo'ladi? U o'zi 40 ta 50 ta bo'lib ketadi o'sha joyda. Va 3 sm dan 4 5-6 sm-gacha kattalashadi tuxumdon. Uni orqasida demak pochka bor. Pochkada muammolar chaqiradi. Ana o'shani hisobiga ko'p keladi shunaqa holat bilan. Yaqinda ham bitta patsient keldi, reanimatsiyaga tushib qolgan stimulyatsiyadan keyin. Xuddi shunaqa 50 ta follikula bo'lgan, ekoga tayyorlangan patsient reanimatsiyaga tushgan. Nimani hisobiga? Pochka отказ qilishni boshlagan. Bu ko'payib ketgani hisobiga. Yana bittasi keldi tuxumdonda razrif bilan. 5-6 ta follikula baravar bittada kattalashib ketdi, bittasi yorildi, qon ketdi, mana shunaqa holat bilan keladi. Shuning uchun oldin polikistozda kamaytirib follikulalarni ana undan keyin stimulyatsiya qilsa bo'ladi.